Qisqasi, afsonaviy Dado guruhi yana qaytdi. 1999-yilda Toshkentda tashkil etilgan aka-uka Madumarovlardan iborat guruh Anor guruhining sobiq a'zolari hisoblangan. Ular O'zbekistonda 2000-yillar boshida juda katta muvaffaqiyatga erishgan guruhlardan biri. Ko'p tillarni bilgan guruh a'zolari tojik, o'zbek, rus, ingliz, turk, olmon, fransuz, ispan, italyan va boshqa tillarda qo'shiqlarni yozib ijro etishgan. Qo'shiqlari ko'p bo'lmasa-da, lekin Leta, Benom, Yuragim, Leyla, Yuguraman, Dado Nado, Yaznаю тебя, Chatpat, Kosmonavti deb nomlangan qo'shiqlarni menimcha hamma eshitgan. Siz ham. Guruh faoliyati 2008-yilda afsuski to'xtab qolgan bo'lsa-da, 2012-yilda Kosmonavti deb nomlangan qo'shiq va klip bilan show biznesda comebackni amalga oshirishmoqchi edi, biroq ma'lum sabablar bilan guruh tarqalib ketdi. Va nihoyat 2026-yilga kelib Dado yana tiklandi. Guruh tarkibi o'sha faqatgina Rustam Madumarovdan tashqari, hozirda Alisher Madumarov va Sherzod Madumarovlardan iborat. Ular allaqachon katta sahnaga ham qaytishga ulgurishdi. Kuni kecha Qozog'istonning Olmaota shahrida bo'lib o'tgan qiziq premiyada ishtirok etib, statuetkani ham qo'lga kiritishdi. Ular o'z hitlarini qayta kuylashmoqda va tez kunlarda yangi premyeralar bo'lishini ham ma'lum qilishdi. Demak, ushbu videoni Dado guruhining ashaddiy muxlislariga jo'natib qo'yasiz.